Mana bugun 24-mart 2025-yil Qo'qonda Hamkor bankka bordim dollar sotib olishga. Menga chek berishdi qo'limga. Mana bu qog'ozga qarang. Ikkala tomoni yirtiq, g'ijimlangan. Sichqon yeganmi bilmayman, qayerdan topganmi qog'ozni. Bank xodimi menga shunga chek chiqarib berdi. Hayron qoldim. Bank degani bu eng katta, obro'li, nufuzga ega joy bo'ladi-ku. Nahotki bankda shunaqa qog'oz ishlatilsa, kassada-ya, menga kassada shunaqa qog'oz berdi, yirtiq. Ikkala yoni ham yirtiq. Sichqon yeganmi bilmayman, g'ijimlangan. Hayron qoldim. Bankda shu ahvol bo'lsa, buxgalteriyani gapirmay qo'yaveramiz.